Oyoqlaringiz tomiri chiqib, yorilib ketdi, otajonim. Endi umr o'tyapti, bolam. Vaqt o'tyapti. Oyog'im qariydi-da. Dedi, oyog'im qariydimi? Ha, qariydi. Bolam, bitta savolim bor senga. Ha, otam nimaga? Meni qariyalar uyga olib borib tashlamaysanmi? Nimaga olib borib tashlayman, otajonim? O'zi bitta farzandingiz bo'lsam, odamlar jannatning kalitini bilishmaydi-da. Aslida ota-ona jannatning kaliti. Ba'zi bir insonlar otasini uradi, onasini uradi, roziligini olmaydi. Qariyalar uyga olib borib tashlaydi ota. Agar payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan har-ku ota-onasiga yaxshilik qilgan insonlarga jannat vojib bo'lsin degan ekanlar. Menga bu dunyoni emas, bu dunyoda jannat kerak, otajonim. Mashalloh. Unday bo'lsa, bolam, jannat muborak bo'lsin. Nima qilyapsiz, ota? Men sendan roziman, o'g'lim. Ota, siz bir gapim bor. Siz yaxshi ko'raman, dedi. Keling, quchoqlay.